Assalomu alaykum obunachilar. Namangan viloyati Uchqo'rg'ondan Optum siloslarimiz chiqyapti akalar. Hopini 18,5 mingdan qilib beramiz. Optum olganga kelishtirib beramiz. Va qaytaraman Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanidan. Mana donlar akalar. Doni o'ta zo'r. Silos zo'r saqlangan ekan. Qoplash jarayonlari. Mana akalar, mana hammasi don. Hammasi don ekan. Juda chiroyli holatda chiqyapti silosimiz. Mana akalar. O'ta chiroyli chiqyapti silos ekan. Sap-sariq. Telefon qilaverasizlar, telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Adresimiz Namangan viloyati Uchqo'rg'onda. Mana hop kirgan holat. Donlar. Don o'ta ko'p. Ha, rangini qarang silos. Chekkasi tushib qo'ygan donlar. Silos sifati juda chiroyli chiqyapti akalar. Sari ko'chirib kuzatayapmiz. Telefon qilaverasizlar, telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Batafsil ma'lumotlarni beramiz akalar. O'ta chiroyli chiqyapti. Qarshi katta fermada. Ma'lumotimiz tugadi, mana oz qoldi. Keyingi amalni ochdik.